qaranglar buni kesganligini, mazami. Kelinglar mana bitta ko'rsataman sizlarga. Mana bitta xuddi shunaqa changlar yerga tushmasligi uchun plysos funksiya bor. 1,5 ming vatt, 220 voltda ishlaydi. Minutiga 4800 obroti, 250 talik tish ketadi, 24 talik turibdi. Olasizlar buni o'zingizga moslab ko'proq tishligini qo'yib olsanglar bo'ladi. Mana bu joyi zo'r. Mana shunaqa chang bo'lmasligi uchun plysos qo'yib olsanglar bo'ladi. Komplektida nimalari bor? O'zini держатель, mana bitta gradus kesadigan variantlari bor. O'ziga qo'yiladi. Bitta ko'rsatib beray sizlarga. Mana bu joyga kiradi. Bu yoqqa qotiriladi. Mana bunday bo'lib o'zini joyiga tushadi va mana bitta держатель misol uchun. Qo'l bilan mana bunaqa kichkina kusoklarni kesayotgan payti juda ham kerak bo'ladigan mana shu o'zini держатель. Narxi $200. 45 gradusga ham yotadi. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu joyni yechasizlar. Mana 45 TL 45. Mana bu tashlaydi. Mana 45 TL 45. 90 TL 90, 0 TL 0. Mana hamma narsasi konkretni o'zida ko'rsatib qo'yilgan. Yoqadi, o'chiradi funksiyasi. Udintilga ulab qo'yganmiz. 220 voltda ishlaydi. Kesganligiga yana bitta baho berib ketasizlar. Like, podpiska esdan chiqmasin. Bu videoni kimga yuborish kerakligini bilasizlar. Sog' bo'linglar.